Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi videomiz olma. 1 yillik olma bog'imiz bu. Bu olmalarimizga Xitoy davlatidan introduksiya qilib, bu yilga moslashtirish boshlandi. 2025-yil mart oyida ekilgan ko'chatlarimiz. Ko'chatlar to'g'ridan-to'g'ri Xitoy davlatidan olib kelingan. Bunga biz o'zimizni mahalliy shakl berishdan boshqacha Spindelbush intensiv bog' bo'lganligi uchun hali stoykalar qo'yilgan, stoykalar endi qo'yiladi. Hayvandlarimiz M9 da bo'lgani uchun bunga stoykalar qo'yiladi. Olmamizning umumiy ko'rinishi bunga hozir mana ko'rsalaring shoxlarni egib hosilga kirishini tezlashtirish maqsadida shoxlarni ekkanmiz. Olma daraxtimiz xuddi shpindel simon, piramida simon shaklga kirgizamiz, xudo xolasa. Kengayganlarimizda hamma shoxlarda. Bu shakl berishda maqsad olmani 1 litrda bitta litrda atrofida shoxlarimizni qo'yamiz. Egish orqali bu egilganning hisobiga bu shoxlar kuchli o'smaydi. Hosilga tez kiradi. Biz ozgina bitta ikkita oshcha shoxlarni olib tashlaymiz va tikka o'sgan shoxlar bizga kerak emas. Mana bu shoximiz o'zi yetadi. Mana 1 yillik daraxtlarimizda hosil kurtaklarini ko'rishlar mumkin. Bu yilga nishonalarni beradi. Mana hosillar, mana hosil kurtaklar turibdi. Bularni endi sekin oshiqcha mana tik turgan shoxlardan sekin kamaytiramiz. Bir-biriga qarama-qarshi tagmat va bir-biriga xalaq beradigan shoxlardan bitta ikkita olib tashlaymiz. O'zimizga mana egilgan shoxlarimiz yetadi. Bu tarafiga bitta shox bo'lsa, daraxtimiz ideal shaklga kirgizamiz. Mana tik shoxlardan ozgina olib tashlaymiz. Bizga o'zi bu daraxtda birinchi yildan hosil berishi bizga muhim emas. Bizga daraxtimiz zo'r o'sib, zo'r shaklga kirgizib olsak, keyin bergan hosili bizga maqsadimizga muvofiq bo'ladi. Yo'qda lekin ko'chatimizni ko'rsalaring to'la hosil. Mana ularda endi kengayganlarimizni ipga olib egamiz. Bu shoxlar qancha shoxlar egilaversa, hosil berishimiz tezlashadi. Hosilga yotqizish desa ham bo'ladi o'zimiz tilda. Hozircha mana ikkita shoximiz bir-biriga parallel bo'lib turib, tagmatay bo'lib turibdi. Bu shoxlarni keyingi rivojiga qarab turib bittasidan voz kechamiz baribir. Mana ko'rsalaring, mana tarafimizda ham shoxlar bor. Mana daraxtimizning umumiy holati, hosillar bu yerda. Stoykalar o'rnatilgandan keyin bu mevaga kirgandan keyin bu daraxtimiz payvandagi juda eng kuchsiz, eng sust o'suvchi payvandagida bo'lgani uchun o'zini tutib tura olmasligi hisobiga bunga stoykalar o'rnatiladi. Mana bog'imizning umumiy holati, hamma ko'chatlarimiz bir xil, bo'ylari bir xil, ozuqalar bir xil berilgan, bitta joydan ko'chat olib kelingan. Bu yilgi hosillar bilan endi gullab, hosil tugsa hosillar bilan keyingi videolarimizni qo'yib boramiz. Mana bu shoxlarni sal-sal egilaversa, egib yuborilsa, bu shoxlar ham bizga maqsadga muvofiq bo'ladi. Olma bog'imizni ko'rishingiz mumkin. Daraxtlarimiz hammasi ipga olingan. Toshkent davlat agrar universiteti tajriba xo'jaligida barpo qilingan olma bog'i. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimizda bundan ham yaxshi ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilamiz.